Assalomu alaykum, Mirishkor dehqon akalar, dehqon va hamkor kuzatuvchining kanallari. Sizlarga men bundan bir 10 kun oldin bir kontent chiqarganman, ya'ni Torus poliyada, Absalom akaning poliyasida, Namangan viloyati Norin tumanida, xudo xolasa. O'sha kunlar yetib keldi. Biz ayrim sabablarga ko'ra, ya'ni yetib kela olmadik. Sotadigan holatiga bu dehqon akamiz, Mirishkor akamiz sotib, bo'lib, mana hachachlarni solib, oxirgisini tozalayotgan joyidagi qiziq holatiga kelib qolibmiz. Xudo xolasa 40 daraja issiq. Aslidil Mirishkor, lekin issiqdan qo'rqish yo'q, charchash yo'q. Xohlasa barakasini bersin. Hozir Mirishkor akamizga yuzlanamiz. Hamma ma'lumotni o'zi biladi. Salom. Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib boruvchi dehqon hamkasblar. Mana bugun biz nihoyat oxirgi uzumimizni tugatib, mana 40 sotikka qovun ekkandik, oxirgi mana nimasini yulayapti damaslarga. Bu yerda qolgan torg'izlarni ikkinchi uzumlari tugayapti. Xudo xolasa biylik daromadimiz yaxshi bo'ldi. Mana aytganimizda, boshida aytganimda 50 tonna degandik, 60 tonnaga yetib bordi birinchi terimlarimiz. Xudo xolasa shu yetimizdan 80 tonnagacha torg'iz hosil oldik. Bu yilgi o'sha Holler urug'imizdan shunaqa hosil berdi. Bozorlarga ko'proq yana dalalarimizda mana ko'p hosillar, hasharchilar mana bor. Asosan Andijon shaharlariga eksport qildik, jo'natdik. Xudo xolasa hosillarimiz yaxshi. Necha kilogacha qildi? Torg'izlarimiz o'rtacha, bizniki bunaqa 20 kilolik, 30 kilolik bo'lmadi-yu. Bizniki o'sha 7 kilodan 12-13 kilogacha sredniy bo'ldi. O'rtacha torg'iz, hosili ham yaxshi. Necha puldan sotganingiz? Bozor bob bo'ldi. Kilasini 1100 dan sotdik birinchi. Oxirgi to'xtam qancha bo'ldi? Oxirgi to'xtamimiz 800 dan to'xtatdik. Xudo xolasa. Aka, bu yil mana ishlaringiz Alloh rivoj bersin, topganingiz avvalom bir baraka bersin. Endi bildagi necha gektar bo'lib chiqyapsiz? Bildagi Xudo xolasa 1 gektar qovun, yana 2 gektar torg'iz ekanmiz. Xudo xolasa ertaga qilib chiqarishga harakat qilamiz. Yurtimiz dasturxonini to'kin sochin qilishga harakat qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, mana bugun oxirgi uzumlarimizni yig'ishtirib, keyingi ikkinchi hosilga harakat qilyapmiz. Ikkinchi hosilga Xudo xolasa bugun 29-chislar bo'lsa, 5-iyulga doğru tayyorlab, ikkinchisiga Silos yo'nalishida Makka ekamiz. Makkamiz o'sha chet elda 16 kilolik $120 Makka bor ekan. Shu 4 metrdan bo'ladi deyapti. Hosildorligi gektaridan 70 tonna deyishyapti. Shu Makkadan olib kelib ekamiz. Xudo xolasa yana natijalarini ko'ramiz, sizlar bilan aloqada bo'lamiz. Bu bir urug'ni ekib ko'rganmisiz yo birinchi marta ekishingiz? Buni maslahat berishdi, buni hamkasblar maslahat berishdi, shunaqa bu nasibalar deb. Inglizlik hamkasblarimiz shuni tavsiya qilishyapti. Yerni chiroyli qilib ontarib, baranasini qilib 5-sizlarga eksa, Xudo xolasa aytgan Murjoldagi o'sha tonnani olishga harakat qilamiz. O'zimizga o'sha ular ham 70 kunda pishadigan Makkadanmiki? Kuni savardor necha kunlik? Yo'q, u 70 kunlik emas. Tonnasi 70 tonna. Tonnasi gektarda 70 tonna. Gektarda 70 tonna hosil beradigan. Eksendiyani baland. Shu akalar, umuman tadbirkorlar O'zbekistonimizda xudo xolasa mirishkorlar o'ta ham ko'p. Xudo xolasa nima deydi? Har bitta xonadonimizda bittaga pomidor, 4 dona pomidor ekib qo'ysam, ana shu mirishkor bo'ladi. Ana shularga yuzlanib aytaman, xudo xolasa hammalaringni qilayotgan dehqonchilaringga Alloh taolo hamisha barakasini bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Dehqon aka hormang deb kommentariyaga chiroyli so'zlar yozib qo'ysalaring, dehqon aka va biz bog'ayotda xursand bo'lamiz. Mana shu videoni tez tarqatib tursak, bizga masalan pul ham yozilmaydi, bizga bir manfaati ham yo'q. Endi nima deydi, ko'proq tarqaydi. Mana shunaqa dehqon akalarimizni ko'proq O'zbekistonlarga, dunyolarga tanitish. Chet yurganlar ham masalan torg'iz ekaman degan mirishkorlarimiz bor, xudo xolasa bemalol eksinlar, bemalol murojaat qilsin, telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bu yoq 30 yil stajga ega mirishkor dehqon akamiz. Bemalol kelib maslahatini so'rasa, ko'chatigacha chiqarib beradi. Hamma maslahatini qo'ldan kelganicha beradi. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.